ham vaqtingiz, ham naqdingiz tejaladi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Elite Auto ustaxonasini manzil makonini tushuntirgan ushbu videoni olishni boshladik. Xudo xolasa mana Yangiyo'l shahar dehqon bozori shu yerdan Xalqobod tomonga qarab qo'zg'aldik. Xalqobod tomonga ketishingizda unaqa uzoq emas, bo'lsa bor yo'g'i 1 kilometr nari berisi. Shunda chap qo'lda mana Elite Auto. Biz boramiz hozir aynan svetofordan razvorot qilib qaytamiz. Mana shunda qaytasiz, svetofordan qaytganingizda 70 metrdan keyin shunda o'ng qo'lda. Endi bir narsaga e'tibor bering, qarang mana. Navbatda qarang, 1 2 3 4 ta mashina mana bir narsa ishlar bilan kelishgan. Aynan men bir narsani ta'kidlab o'tgan bo'lardimki, bu joyda birinchidan ham vaqtingiz, ham naqdingiz tejaladi. Endi bir narsani aytib qo'yishim kerakki, azizlar, aynan sizni foydangizga bo'ladigan video qilib olib chiqishga juda ham harakat qilyapmiz, xudo xolasa. Balkim kimgadir manfaatli bo'lgandir, balkim kimgadir yo'q. Endi bir narsa, kelasiz mashinangizni har qanaqa turdagi mashinani bu yerda aynan tuzatib chiqarib berishadi va eng qizig'i bu yerda moy almashtirish bor, konditsioner freonlarni almashtirish, quyib berish, to'ldirish, xullas konditsionerlarni tekshirish, undan tashqari elektrik ishlari, hadovoy, motor, nimaiki mashinaning ishi bo'lsa, hammasini qilishadi kuzovdan tashqari. Shunaqa. Obuna bo'lib kelasiz, aynan Elite Autoga men atmetka qilib qoldiraman va bu joyda mana shu ukamiz bor, mana Jahongir. Shu kutuvlarda Bahodir bor, mana 15 yil, 20 yil tajribaga ega ustalar. Xullas, ishinglar bitadi. Kelinglar, hamma ham bob narxlarda. Kelaverasizlar. Biz sizlarni kutib qolamiz, qancha joningiz sog' bo'lsin.